Yettinchi savol. 2,4-dimetil pentadien bir molekulasi tarkibidagi kovalent qutbsiz va qutbli bog'lar nisbatini aniqlang deb. Demak, 2,4-dimetil pentadien bir yozib olamiz. Pentadien degani 5 ta uglerod bor degani. 5 ta uglerod. Ikkinchi va to'rtinchida 2 ta metil bor ekan, ikkinchida metil bor ekan va to'rtinchida metil bor ekan. Va diyen ekan, ikkita qo'shbog' bor ekan. Birinchidan keyin qo'shbog' bor ekan va uchinchidan keyin qo'shbog' bor ekan. Mana. 2,4-dimetil pentadien bir. Bu moddani qisqa qilib yozsa ham bo'ladi, ya'ni qisqa formulasi bu moddadagi jami uglerodlar sonini yozamiz. S halqada 5 ta, ya'ni uzun zanjirda 6 ta va 7 ta. Demak, S 7 talik. H'lar sonini diyenlar umumiy formulasidan keltirib chiqarsa bo'ladi. N H2n minus 2 formula bo'ladi. Shuning uchun n ya'ni uglerod soni 7 chiqsa, h'lar 2 marta ko'p. 14, 2 ni ayirsa 12 qoladi. Endi har qanday uglevodorod tarkibida, ikki xil bog' bo'ladi. Uglerod bog'lari bo'ladi. Bu qutbsiz bog' hisoblanadi. Va uglerod vodorod bog' bo'ladi. Bu qutbli bog' hisoblanadi. Qutbli bog'. Endi bizda birinchi qutbsizni topdigan uglerod bog'lar soni nechta degan. Mana bu yerdan sanab chiqsak ham bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta. Demak, uglerod bog'lar 8 ta bo'ladi, ya'ni qutbsiz bog'lar. Nisbat. Buni yana boshqacha usulda topsa bo'ladi. Chiziqli, ya'ni halqa bo'lmagan chiziqsimon shakldagi uglevodorodlarda uglerod bog'lar uglerod sonidan bitta kam bo'ladi. 7 ta uglerod bo'lsa, uglerod bilan uglerod bog'lari 6 ta bo'ladi. Plus diyen bo'lgan uchun 2 ta pi bog'ni qo'shib borsa, 8 ta uglerod bog' kelib chiqadi. Halqali bo'lsa, uglerod bog'lar uglerod soniga teng bo'ladi. Pi bog'lar alohida qo'shiladi. Demak, 8 tani halqadan sanab ham topsa bo'ladi formuladan yoki mana bunday keltirib chiqarsa ham bo'ladi. Uglerod vodorod bog'lar doim vodorod soniga teng, har qanday uglevodorod bo'lishidan qat'iy nazar. Shunda 12 ta bo'ladi. 8 ga 12 degan javob bo'ladi. Buni qisqartirib 4 ga qisqartirsa 2 ga 3 deb javob yozsa ham bo'lardi. Unaqa javob yo'q ekan. 8 ga 12 ni o'zi bor ekan. To'g'ri javob A javob bo'lar ekan.